Faqat isqitmoq, chava chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini teting. Mehriban Allohning ismi bilan boshlayman. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Ey Muhammed, sahabaların ganimetlerini qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, ganimetlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. İxtilaf qilishmay ittifoq bo'lib oranglarni tuzanglar. Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qilgan kishilarla komil mo'minlardir. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qiladi. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ani shular haqiqiy mo'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va isil rizqqa, ya'ni jannatning tugumas ne'matlariga erishadi. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mo'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydilayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashdi. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Öz vaqtida Allah ikki guruh, biri mushriklar karvini, ya'ni biri mushriklar qo'shinidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Allah o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Allah günahkar adamlarning yoqtirmaganligiga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkora qiladi, botil, ya'ni kufrni barbod qiladi. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Öz vaqtida duo qilib Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Alloh sizlarga orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliklaringizga bishorat berish va ko'nglingizni orom topqizish uchunla yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Öz vaqtida Allah tinchlandirish yuzidan sizlarga uyqu beg'ishildi. Tahorat ilish, g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglingizni to'q turish uchun, qadaminglarning qumga petib ketmay mazmut turishi uchun Alloh sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga, men sizlar bilan billa mo'minlarni urush maydonida sabatlik qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinish soliman deb vahiy qildi. Qilish bilan kofirlarning gadanlariga chepinglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga, hamma a'zosiga chepinglar. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Bu şunun uchunki, ular Allohga va payg'ambarga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Alloh uni qattiq jazolaydi. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ey kafirlar jamoasi, bu dunyoda mushundaq jazoni tetinglar. Kafirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ey müminler, kafirlarning hujumiga duch kelgan cheg'inglarda ularga orqonlarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan balki dushmanga orqasini qiladi ekan, ya'ni qochadi ekan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Ey musulmonlar, Bedir'de ularni, yani müşriklarni sizler öz küçünler bilen öldürgenler yok. Belki amelde ularni sizlerge yardım verip ularının dillerinde korkunuş payda kılış bilen Allah öldürdü. Ey Muhammed, bir sıkım topunu müşriklarga atqınında sen atmadın. Belki amelde onu müşriklerinin gözlerine Allah attı. Allah'ın mundaq qilishi müminlerge savab, g'alba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Zalikum wa anna Alloha muhinu kaydil kafirin. Bu Allohning mo'minlarga bergan in'omidir. Alloh kofirlarning hiylasini cho'qim mag'lub qiluvchidir. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dab'i qilib bera olmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan bilidir. Ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ey müminler, Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınlar. Sizler Kur'an'ı anlap durup onundan yüz örmənlər. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Anlamay durup anlıq diyen kişilerini, yani kafirlerini doğurmanlar. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Şübihisiz ki Allah'ın nazarda hayvanlarının en yamını haqqını anlamay gaz bulup algan, haqqını sözlemey gaçı bulup algan, yaxşı yamanını farq etmey haqqını yo'qotgan kişilerdir. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Agar Allah ularda birer yaxşılıq var deb bilseydi, albatta ularga haqni anlatdı. Ularga anlatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yüz örgen halda baş tortdi. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ey müminler, Allah ve onun peygamberi sizlerini tirildirdiğen, yani ebedi hayatta eriştirdiğen imanға davet kılsa, onu kubul kılınlar. Bilinglar ki Allah kişi bilen onun kalbi arsıda tosalgı bolalaydı. Yani kişinin dilini ilgisinin xahişi boyunca emas, belki öz xahişi boyunca tasarruf kılıdı. Kıyamet günü sizler Allah'ın dergahı yığılısılar. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Sizlerning aranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki Allohning azobi qattiqdir. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Yad etinglar ki öz vaqtida sizlar Makka zimida osonlik bo'lib bo'zaq qilingan edinglar. Kishlar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey müminler, Allah'a, peygamberge xiyanet kılmanlar. Sizlere koyulgan amanetlerge bilip durup xiyanet kılmanlar. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Bilinglar ki sizlerning mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun bir turli sinoqdir. Allohning dargohida cho'ng savob bor. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
والله ذو الفضل العظيم. Ey müminler, eğer Allah'tan korksanlar, Allah sizlerge hak bilen batılını ayırıdığan hidayet ata kılıdı. Günahlarını keçiridu. Sizlerge mağfiret kılıdı. Allah katı fezil ilgisidir. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ey Muhammed, öz vaqtida kafirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr shiltidi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olaydik. Bu faqat burunqlardan qolgan afsonalardir, dedi. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Öz vaqtida ular, agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolig'in, dedi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sen ularning ichida turgan cheg'ingda seni hurmatlash yuzidan Allah ularga azap qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chada Allah ularga azap qilmaydi. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ular boshqalarning masjidi haramga kirishni to'sib olsa, Alloh ularga nimishqa azob qilmasin? Ular masjidi haramning egilari emas. Masjidi haramning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Ularning masjidi haramning yinidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavoq chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Şübhisiz ki kafirler mal mülklerini, başkalarını Allah'ın yolundan tosuş için sarf kılıdı. Sarf kılıngandan ki ularning mal mülkleri ularga hasret edip gididu. Ahire ular yengilidu. Kafirler cehennemgile aydap kirgizilidu. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah'ın ularını dünyada mağlup kılışı, ahirette cehennemge aydishi, kafirlarını müminden farqlandırış üçündür. Allah hemme kafirlarını üstü dövlep toplagandan keyin dozaq taşlaydı. Ani şular ziyan tartquchilardır. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم
ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Ey Muhammed, kafirlarga aytqin ki, agar ular kufrdan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni mo shundoq qilaman. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Fitne tügügen, din bütünley Allah üçün bulğanı kadar ular bilen uruşunlar. Eğer ular küfürde yansa, Allah ularının kılmışlarını gördü. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Eğer ular imandan yüz örse, ey müminler bilinglar ki Allah sizlerinin medetkarınlardır. Allah nemi degen yaxşı medetkar, nemi degen yaxşı yardımcı. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ey müminler, bilinglar ki sizler algan ganimetning peşten biri Allah'a, peygamberning hiç akrabalarga, yetimlerge, miskinlerge, ibn sabillerge xostur. Eğer sizler Allah'a iki grup, yani musulmonlar bilan kafirlar uçuruşup haq bilan naq ayrılgan günde, yani Bedri uruşu bolgan günde, bendimizge, yani Muhammed aleyhisselamga biz nazil qilgan narslar, yani ayetler ve periştilerge şensanglar, Allah'ның ganimet toğırsidagi hükmünün ani şu işkelligini bilinglar. Allah her nersige qadirdir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Öz vaqtida sizlar vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vodining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning to'yininglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozliqini, mushriklarning ko'pchiligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allah'ның mundaq qilishi halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ey Muhammed, öz vaqtida Allah tushingda sana ularni, ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinish tushadi va jang ishida cho'qim datalash qilatdinglar. Lekin Allah sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Allah dillardagini albatta bilib turg'uchidir.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Allah bo'lishqa tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan cheg'inlarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytarildi. Allah o'zi xohlagancha hukm chiqardi. Ya ayyuhallazina amanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ey müminler, müşriklerden bir camiye, yani düşman qo'shiniga uchrashgan cheg'inlarda sabatlik ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Bütün söz hareketleringlarda Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınlar. İhtilaf kılışmanlar. Bo'lmasa düşman bilan uçurishdan qo'rqib qolsizlar. Kuch quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Allah haqiqatan sabr qilguvchilar bilan bilidir. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Yurtlardan çoğunçılık ve riya bilen çıkan kişiler, yani Quraysh müşriklerine o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Allah ularning hamma ishlarini bilguchidir. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Öz vaqtida şeytan ularga qabih amallarni chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan ado judaman. Sizlar ko'rmayotganni haqiqatan ko'rib turibman. Men rostilla Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Öz vaqtida munofiqlar va dillarda kesil, ya'ni shak borlar bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldidi. Ya'ni musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, osonlik turuqliq ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimki Allohga yo'linadi ekan, Alloh uningga albatta yordam berdi. Chunki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini elayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetinglar dedi.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Bu azap sizlərinin qılmış cinayətinizlər tüpəylidir. Allah bəndələrə zulm qılğıcı emasdır. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Bu kafirlarning gunoh qilish odati Firavun jamoati va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Bu, yani ularga nazil bo'lgan azap shuning uchunki biror qavm o'zining holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmaguncha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini bilib turg'uchidir. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Ularning odati Firavun jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorning oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Firavun jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrlik va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilguvchi qavm bo'ldi. Inna sharrad-dawab 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda chin turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Ey Muhammed, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklari ustida muahida tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidasini buzdi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarining qichishi va ibrat elish uchun ularni qattiq jazolagin. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Yani sen bilen muayide tuzuşkan kavimden hıyanet yapısı görülse, ularga tuyuksuz hücum kılmasdın, muahidinin amelini kalgallıkını aldı bilen ularga uqturup koygun. Allah hakikaten hainlerini dost tutmaydı. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Bedir uruşuda öldürülmeye kalgan kafirlar qutulduq deb o'ylamusun. Ular Parvardigorning jazosidan haqiqatan qochib qutula olmaydi. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
Düşmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qo'ral kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Alloh toniydi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kemaytilmaydi. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa, senmi tinchlikqa moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Agar ular tayyorlik qilish uchun sulhi bilan seni oldirmoqchi bo'lsa, Allah ularning sharidan shaksiz sana kifoya qilguchidir. Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah müminlerinin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzüge bütün baylıkını serip kılıp mı, ularının dillerini birleştirelmektin. Lekin Allah özünün kudret kamilesi bilen ularını inak kıldı. Şübihisiz ki Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebe'ake minel mu'minin. Ey peygamber, yalğız Allah sana ve sana ergeçken müminlerge kupayı kılgıcıdır. Ya eyyühen nebiyyü harridil mu'minine alel qital. İyyekum minkum 20 sabirun yaglibu mi'ateyn. Ve iyyekum minkum mi'atun yaglibu ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ey peygamber, müminlerini müşrikler bilen uruş kılışqa rıgbatlandırgın. Eğer sizlerde çidamlık 20 adam boluduğan bolsa, düşmenden 200'ün yeŋalaydı. Eğer sizlerde çidamlık 100 adam boluduğan bolsa, kafirlardan 1000 yeŋalaydı. Çünkü ular cahil kavim bolup, Allah'ın hikmetini düşünmeydi. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Allah əmdi sizlərinin yukunlarını yeniklətti. Sizlərinin acizliqlarını bildi. Əgər sizlərdə çidamlıq 100 adam boluduğan bolsa, 200 düşməni yeŋalaydı. Əgər sizlərdə çidamlıq 1000 adam boluduğan bolsa, Allah'ın izni bilen 2000 düşməni yeŋalaydı. Allah çidamlıqlar bilen billidir. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Peygamberge ziminde düşmeni köprek öldürmeyi turup, yani müşriklikinin ayrısını yokutup, İslam'a kuvvet vermeyi turup, esirlerden fidye iliş layık emes idi. Ey müminler, sizler fidye iliş bilen dünya menfaatini közleysizler. Allah sizlerge ahiretini, yani ahiretinin savabını tilaydı. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
Allohning uchuq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliklarinlar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'lardinglar. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ey jihad qilguvchilar jamoasi, g'animat olgan narsalarni halol va pok bilib yanglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan mag'firat qilguvchidir, bandalarga mehribondir. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidiydan yaxshiroq narsalarni beradi. Ilgirki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir, bandalarga mehribondir. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni mushu asirlar iymonni da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Alloh seni ularning ustidan g'olib qildi. Alloh bo'lg'usi hamma ishni bilguchi, o'z hikmati bo'yicha ish qilguvchidir. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. İman etqanlar Allah'ni ve Allah'ның peygamberini söyüş yüzüdün yurtunu taşlap hicret kılgan, pul malları ve canları bilen Allah yolunda cihat kılganlar, yani muhacirlar, yurtida muhacirlarga joy berganlar ve yardım ko'rsatganlar, yani ensarlar. Ani shular albatta bir-biriga egidir, yani bir-biriga yordamchidir, bir-biriga mirosxo'rdir. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hijrat qilganiga qadar o'zaro ega bo'lish, yani yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Kafirlar yordamda ve mirasda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanlar, yer yuzida fitna ve cho'ng qalaymaqonchilik tug'iladi. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. İman etqanlar, Madinaga hijrat qilganlar, Allohning yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansarlar, ana shular haqiqiy mo'minlardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular jannatda isil rizqqa ega bo'ladi.
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Keyin iymon etib Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanaladi. Allohning hukmida urf tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Shubhisizki, Alloh har shayni bilib turg'uchidir.